Menga qara xotin. Yig'ib yurgan pulimiz bor edi. Xullas, o'shani olib sinimga bozorlik qilib berdim. Bolalariga ham polning usti bosh qilib berdim. Nima qilganingiz? Tushunmadim. Hazillashdim. Zo'r ish qilibsiz. Singizga ham oson emas, bolalarni o'zi tarbiya qiladi. Men siz bilan faxrlanaman. Boringga shukr. Tinchlikmi? Nimadan qo'rqsayapsan? Oy bilan tug'ilgan kunlari-yu. Nikak pul yig'ib olmayapman. Ko'nyapman qichiydim. Faqat shumi? Shuni ham o'ylaysanmi? O'zim olib beraman. Tente, san oying, meni ham oyim-ku. Shunga ham siqilasanmi? Rahmat, boringizga shukr. 20 minut uzoq yarim soat yetib boraman. Ha, xotir olma. Xo'p. Ey! Qatga oldinga o'tib ketyapsan. Uzr kechirasiz. Ayol kishi erkakdan oldinda yurmaydi. Xo'p bo'ladi. Boshqa qaytarilmaydi. Boringga shukr. Agar bu dunyoda xo'p bo'ladi deydigan va sanda xislati bor ayollar ko'paysa, ishon ajrim bo'lmasdi. Yaxshi ham borsan.